keyingisi sohib jamol va maxluq. Bu okaga ham yo'q deyman. Chunki вообще-то red flag bo'lyapti-yu. Полный там такой abuzerga o'xshaydi, jahl qiladi, ana qizni olib qoladi. Endi aytishim-ku, hayvonga maxluq aylanib qolgandan keyin depressiya bo'lib, miyalarida nimadirlar bo'lgan. Yo'q, u kambag'alda. Uni pulidan boshqa ish balosi yo'q. Kim kambag'al? Voy, kambag'al-ku, do'stsiz qoldi. Bilmayman, he's such a red flag. Endi bilmayman, shuncha yildan beri shunaqa jahldor bo'lib yurgan odam bitta odamga aylanib qolgandan keyin o'zgaradi deb o'ylamang. U odam bo'lgan paytda iflos bo'lganda, bekoriga maxluq bo'lib qolmagan. To'g'rimi? Ondan tur qo'yaman. Adasini oldiga ketaman deganda, u kitob beradimi? Mana shunaqa. Adas Ketur degan? Degan. Abuzer bo'lganligi uchun uni qiz ketayotgan joyda uni qo'riqlab, yarim yo'lda olib kelgan, to'g'rimi? Uni qiz o'limdan qaytargani qizi. Bo'pti, mayli, abuzer emas ekan. Ozgina sovuq qorroq ekan-ku, abuzer emas ekan. Ondan olti bo'pti. Lekin bo'lib gaplashmayman. Sen boylik uchun ko'ndirganga otdi meni. O'ylaymiz shuni. Kayf qilamiz. Bir kun o'tdi. Ana kutubxonasini o'zi ham qancha pul ishlasa bo'ladi? Bilasizmi, qancha pul bor? Bir hafta sharinga boramiz. Hayot kayf, rohatda o'tadi, lekin o'ylang. Ovqat ham qilmaysiz, lekin bor-ku. Ana, choyning qozonlar bor, gapiradigan, o'zi qiladigan. Olib kelib bor deysiz, shkaf po'zni ham kiyintirib qo'yadi. Bitta kirib olasiz, o'zi keyin chiqasiz. Olinmanis buni. O'ylaymiz shuni, opa. Birinchisi bo'lmasdi, lekin qilolmasdi bunaqa ishlarni. Seriozniy o'ylab ko'ramiz. Haqiqatdan ham men bu film esimdan chiqib ketdi. Nimalar bo'lgani? Da, ozgina sovuqqon odam-u. Endi shuni ham cho'r tushunamiz, mayli. Undan olti. Cho'r tushunamiz. Undan olti.